Kaniza, siz erga tega olmaysiz bunaqa yurishda. Ijtimoiy tarmoqlardan ketsangiz bo'lmaydi. Mazza qilib oila qurib yashaysiz. Ijtimoiy tarmoqdan ketsam. He. Ketmasam ham uylanadiganlar ko'p-ku. Endi qarang-da, men o'zim bilib ijtimoiy tarmoqqa kirganman boshida. Ketsam bo'lmaydi. Chunki bu yo'nalishni o'zim tanlaganman. Ijtimoiy tarmoqqa video qo'yishni o'z xohishim bilan tanlaganman. Mashhurlik darajasiga ham inshaalloh Xudo xohlasa chiqaman va mashhur bo'laman ijtimoiy tarmoqlarda. Xullas shunaqa. Birinchi o'rinda mashhur bo'lish uchun ijtimoiy tarmoqqa kirganman. Inshaalloh bu niyatimizga ham yetyapman. Xullas men oila qurishni tanlamayman hech qachon. Chunki meni ota-onam bor. Oilaviy sharoitimda bu sizlar tushunmaysizlar-da. Ko'pchilik aytishi mumkin, nima kambag'al qizga boshqalar uylanmaydimi, olmaydimi, o'zlari sharoit hamma narsani qilib beradi deydiganlar ham juda ham ko'p, lekin menga unaqa narsalar kerak emas. Men ko'proq nima demoqchiman? Ota-onamni yonida bo'lmoqchiman. Ularni xizmatlarini kerak bo'lsa, oxirigacha, so'nggi nafasgacha qilmoqchiman. To'g'risi, ularni umra hajliga yubormoqchiman. Shuning uchun ham men ijtimoiy tarmoqdan oz bo'lsa-da daromad topaman. Juda katta daromad hali beri topa olmayman, chunki hali u darajada mashhur emasman. Yetarligina, ozgina bo'lsa ham unaqa katta emas-ku. Endi yetarli summani ijtimoiy tarmoqdan topaman va yetadi. Inshaalloh. Hali men ota-onamni umra hajliga yubormoqchiman va meni akam yo'q. Boshqa meni yaqin insonim yo'q-da. Oilani, masalan, uy sharoitlarini qilib beradigan yoki uylarda tiklaydigan hammasini men bitta o'zim qilishim kerak. Xullas shunaqa. Bu yerda har xil negativchi fikrlaydiganlar gapirishi mumkin. Yosh o'tib ketyapti yoki erga tega olmaysan, unaqa bunaqa har xil gaplarni gapirishi mumkin. Lekin har bitta insonni juftini Alloh yaratadi. Alloh meni juftimni ham yaratgan va u inson bir joylarda yuribdi. Har bitta inson ertami kechmi oila quradi. Masalan, hozir yosh oila qurib turib ajrimlar juda ham ko'p. Masalan, kech oila qurib bir umr baxtli yashayotganlar ham ko'p. Xullas shunaqa. Oila qurishni erta-kecha yo'q. Eng asosiysi salomatlik. Bo'ldi. Men ota-onamni tanlaganman va ularni yonida bo'lmoqchiman. Shuning uchun ham men turmushga chiqishni har doim rad etib kelganman va rad etaman. Inshaalloh bir kun qachondir baxtli bo'laman va hozir ham ota-onam bilan juda ham baxtliman.